Hozir suzishga bormoqchiman suv saroyiga. Bundan oldin 2 marta borgandim, 2 martasida ham qaytarib yuborishdi. Birinchi borganimda aytishdi, mana bunaqa 0,86 spravkangiz bo'lishi kerak deyishdi. Umumiy tibbiy ko'riklardan o'tgan bo'lishingiz kerak. Hop dedik, ko'rdik, qaytib ketdik. 9 kun o'tdi. 9 kun ichida o'sha 0,86 spravkalarni qilib borganimdan keyin mana spravka, mana pul, kelinglar suzmoqchiman desam, yo'q. Unaqa emas, sizga noto'g'ri tushuntirishdi. Bundan tashqari sizda yana kojiniydan spravka, EKGingiz bo'lishi kerak, ikkita rasm, pasport kopiya, voqo'koz narsalar bo'lishi kerak deyishdi. Qanaqa qilib deb yarim soat talashdik. Nimaga bundan oldin to'g'ri tushuntirmagansizlar, nimaga unaqa narsalar kerak, voqo'koz. Undan oldingi odam boshqa odam bo'lgan, meni aybim emas, voqo'koz. Hop dedim, yana qancha o'tdi? 1 hafta o'tdi. 1 haftada o'sha kojiniydan spravka qildirtirdim dermatologdan. EKG, yurak yurishi, mana hamma narsa, ikkita rasm, pulim, tapchikasi, shapkasi, hamma narsasini tayyor qilib qo'ydim. Hozir mana 3-marta o'sha yoqqa ketolmay, endi uni ham qaytarib olishni bilmadim. Aytmoqchi bo'lgan narsam, suzish uchun, sport uchun naborot osonlik yaratish o'rniga qanchalik qiyinchiliklar tug'dirilib olganligini men tushunmayapman. Boshqasi bo'lganda boshqasiga allaqachon chiqib bo'lgan bo'lardim, lekin meni rayonimda shu yangi ochilgan bir 50 metrga suzsa bo'ladigan tuzukroq sharoiti shu ekan, faqat u ham bo'lsa davlatga qarashli ekan, o'shaning uchun shunaqa talablar ko'p ekan. Xullas, ketolman. Va nihoyat shu 15 kun, 20 kun yugur-yugurlar bilan qancha vaqt, qancha asab, qancha pul ketgan bilan endi mana suzishga chiqaman degan umiddaman. Ko'rishamiz, suzishni ham boshlab olamiz, xudo xohlasa.